Bugun Madad nodavlat notijorat markaziy apparati huquqiy maslahat byurolari xodimlari tomonidan offlayn-onlayn o'quv treyningi o'tkazildi. Treningda ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarni qo'llab-quvvatlash va ularga ko'rsatiladigan bepul yuridik yordam bo'yicha xorijiy davlatlar tajribasi o'rganildi. Bunda dolzarb va muhim bo'lgan ma'lumotlar taqdim etildi. Ulardan biri davlatlar o'rtasidagi zo'ravonlik va ayollarga nisbatan huquqbuzarliklar darajalari haqida bo'ldi. Seminar trening maqsadi o'sha ayollarga bo'lgan zo'ravonlikni kamaytirish, ularning statistikasini o'rganish hisoblanadi. Biz treningda qatnashishimizdan maqsad o'zimizni bilim ko'nikmalarimizni oshirish hisoblanadi. Seminardan biz o'zimizga kerakli bo'lgan ko'plab bilimlarga ega bo'ldik. Bevosita Fransiya, Germaniya, Yevropa Ittifoqi davlatlarining ayollarni qanaqa o'zlarini noqulay his qilishi ham, masalan, zo'ravonlik turlariga kirar ekan, zo'ravonliklarni o'rgandik. O'quv treningni o'ziga xos jihatlardan yana biri shundaki, ishtirokchilar faqatgina materiallarni o'rganish bilan cheklanib qolmay, balki interaktiv tarzda fikr almashishdi. Bugungi tadbirimizni tashkil etishdan asosiy maqsad ham biz o'sha aholini ijtimoiy himoyasiga muhtoj toifasi bilan ishlar ekanmiz. Demak, bu boradagi qonunchiligimizdagi yoki aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan toifasi uchun yaratilgan imkoniyatlar, imtiyozlar va ularni qo'llash borasida muhim bir mavzularni biz tanlaganmiz. Bugungi tadbirdan maqsad ham aynan o'sha aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga ko'rsatiladigan ijtimoiy huquqiy yordam, bu borada milliy tajriba, qolaversa xalqaro amaliyot qanday bu borada. Shu maqsadda biz bugun tadbirimizga Germaniya Federativ Respublikasidan huquqiy fanlar bo'yicha doktor xalqaro ekspertimizni taklif qilganmiz. Xorijiy ekspert tomonidan xorijiy davlatlarda qanday ishlar amalga oshirilayotganligi bizdagi tajriba bilan o'xshashliklar sanab o'tildi. Men germaniyalikman va hozirda Toshkent shahridagi Westminster xalqaro universitetida ishlayman. Trening davomida ko'plab muammolar va ishlar yuzasidan bir qator savol va takliflar berildi. Har bir savol va taklifning ortida muhim ijtimoiy masala yotganini anglash juda muhim. Bu jarayon ishtirokchilarga turli xil yondashuvlar va metodlarni o'rganish, yangi fikrlar shakllantirishga yordam beradi. O'quv treningda so'z yuritilgan mavzular shuningdek jamiyatdagi ko'plab masalalar uchun yangi yechim topishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, zo'ravonlikka uchragan ayollar o'z munosabatlarini bildirishmayotgani, ommaning gap so'zlari sabab vaziyatni ochiqlanmayotgani ta'kidlanib, ayni shunday vaziyatlarga chek qo'yish uchun ijtimoiy va huquqiy islohotlar amalga oshirilishi zarurligi ta'kidlandi.